Ona ishga shoshilyapman. Ne hammani yig'dingiz o'zi? Yangi uchastkamiz bitdi. O'shaning uchun yig'dim. Shunaqa demaysizmi, ha? Shunga bittayam kelin bilan shu domda qolib, meni xizmatimni qilasanlar. Ikkitangni uchastkaga chiqaraman. Shuni maslahatlashib, menga javobni aytib berarsanlar. Naqarlaring, men katta o'g'ilman. O'zi bolalarim bilan mana bu domda tiqilib qoldik. Qonun qoidasi bo'yicha kichkina o'g'il qolish kerak ona bilan. Topganingiz kichkina o'g'il. Nima men shu domda tiqilib yashashga majburmanmi? Tim bo'li yangi uchastka meni ishxonamga bir qadam. Siz qola qoling, aka. Mayli, talashmaydi. Men onam oldilarida qolib xizmatlarni qilishdan qochmayman. Sizlar chiqib keta qolinglar. Ha, o'zi yangi uchastkaga chiqa olmas ekansiz-da. Yangi uchastkami, eski dommi farqi yo'q. Erim nima desalar shu. Ular qatta bo'lishlaridan qat'iy nazar, men har doim ularning yonlaridaman. Xo'sh, bolalarim, kim qoladigan bo'ldi? Endi